Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamizki, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Siz albatta Texnika bozorim kanalidasiz. Va albatta Traktor savdo kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib so'raymiz. Shunchaki biz videoni boshladik. Qani ketdik. Biz boshlashda albatta MTZ-80 dan boshlaymiz. MTZ-80 traktor sotiladi. Srochno sotiladi. Namanganlik akalar bormisizlar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Albatta Namangan viloyati 3 tumanda ekan. Realniy oladiganlarga 95 kod bilan 592 89 99 telefon raqamlarini qoldirdik. Akalarim albatta Namanganlik akalardan uzr so'raymiz, shunchaki telefon raqam deyapman. Narxini qoldirmadik ekran yuziga. Egasini o'zi realniy oladiganlar kelishtirib berar ekan. Albatta aloqaga chiqishinglarni iltimos qilamiz. Biz davom etamiz. Qadrdonlarim, hammasi sizlar uchun. Yana qanaqa texnikalar chiqaraylik, albatta izohlarda shundoqqina yozib keting. Men esa e'tiboringizga bitta ajoyib texnikani ko'rsaman. Ajoyiblik tarafi 1 emas, 2 emas, 3 emas, komplekt 4-5 ta narsasi bilan sotiladi. Narxi ham chiroyli, o'ziga yarasha narxda. Qanaqa deydiganlarga ma'lumot. Traktor sotiladi, komplekt sotiladi. Ko'rib turganingiz Pricep traktor MTZ-80 yili 1992-yilda ishlab chiqargan. Pulluk, Pricep, sex, mola, chizel hammasi qo'shib beriladi. Hattoki pulluklarigacha mana holati. Ideal holatda motor va korobka yangi remont qilingan xullas. Darhol ishga tayyor texnika. Shuni olasiz-u, soqqani bosib ketaversangiz bo'ladi. Albatta texnikani ko'rgisi kelganlar mana bu rasmga bitta e'tibor beringlar. Mana texnikani oladi, orqasida pullugi bilan. Xo'p do'stlarim, narxi $10.500. Aloqa uchun 94 195 73 69 manzil albatta buni ham Namangan Kosonsoyda ekan. Albatta qadrdonlarim 73 69 qoldirgan telefon raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Hammasi sizlar uchun. Men esa e'tiboringizga bitta ajoyib g'ayrioddiy texnikani ko'rsatmoqchiman. G'ayrioddiylik tarafi qanaqa, qayerda deganlarga to'g'rirog'i bunaqa texnika bizda kamdan kam. Texnika bozorim kanali bunaqa texnikani to'g'rirog'i deyarli reklama qilmagan desa ham bo'ladi. Xullas do'stlar, Bizon 4x4 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Eng zo'r tarafi narxi kelishiladi. Narxini shunchaki $25.000 deyotgan ekan akamiz. Hammasi qo'lda yig'ilgan. 4-5 korpuslik pulglari bor deb qoldirgan akamiz. Xullas do'stlar, 93 124 16 95 telefon raqam qoldirgan. Manzil Samarqand Nurobodda ekan. Albatta Samarqandlik akalarimiz oramizda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ko'pchilik yozgan albatta Samarqanddan ham chiqaring deb. Azizlarim, hammasi sizlar uchun. Albatta bu texnikalarni ko'rdik. Ko'pchilik kamazlardan ham so'ragan. Albatta shu orada kamazlarni ham e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketaman. Qanaqa kamazlar deb ko'pchilik so'rashi mumkin. Albatta zil, samosval, shunaqa texnikalar va hokazolar. Xullas do'stlar, bu zil sotiladi. 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Gaz, metan gazlari qo'yilgan tayyor holatda. Holati yurib turibdi. Balon holatlari zo'r. Hamma balon zo'r desa ham bo'ladi. Xullas do'stlar, motorlari, korobkalari yaxshi holatda edi va akamiz narxini 28 million so'm deb qoldirgan ekan. Albatta manzil Qo'qonda ekan. Qadrdonlarim, 33 kod bilan 013 94 95 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, albatta texnikani 28 million, balkim undan ham kamiga olishingiz mumkin. Hammasi sizlar uchun qadrdonlarim. Va shu orada bitta pauza qilib, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Men esa e'tiboringizga bundan-da g'ayritabiiy va ajoyib texnikani ko'rsataman. Bunaqa texnika ham bizga kamdan kam keladi. Bu texnika qanaqa texnika, albatta izohlarda shunchaki yozib ketishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Iveco benzovoz texnika nosoz yili 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 164 ming ekan. Hajmi bochka 22.140 litr. Menimcha bu mana bunaqa suv olib yuradigan akalarga kerak mashina bo'lsa kerak. Albatta shu yerda bitta pauza qilib akalar iltimos qilamizki, shunchaki izohlarda yozib ketishingizni sababi qanaqa texnika ekan, ko'pchilik qiziqishi ham mumkin. Yoqilg'i turi dizel. Top narxi $15.000 deb baholagan ekan akamiz adashmasam. 97 798 06 96 99 718 88 81 manzil Buxoro. Buxorolik akalar addushi hurmatasizlar. Buxoro omad deb yozib ketsanglar juda ham xursand bo'lardim.
Akalar, hammaga omad. Biz davom etamiz. Albatta, har bir izohlarni alohida ahamiyatga olgan holda ko'rib chiqaman. Akalarimiz Yumis texnikalaridan ham judayam ko'p so'rashgan ekan. Yumis texnikalar bizda kamdan-kam borini ham Telegram kanalimizga chiqazib o'tib ketamiz. Ammo qadrdonlarim, bu yerga bitta ajoyib Yumis traktor chiqaraman. Orqa ekskavator, old pakovchik, traktor holati idealniy holatda ishlab turibdi. Kelib ko'ring, narxini kelishamiz. 50 million so'm deyapman va 90 kod bilan 613 72 52 telefon raqamlarini qoldirdik. Qadrdonlarim, bu texnika Yumis, albatta qo'lda taxlangan bo'lsa kerak. Bunaqa texnika juda ham kamdan kam, lekin Yumis texnika deysizmi? Qanaqa texnika desangiz, albatta bizni Telegram kanalimizga batafsil ma'lumotlar bilan joylab boramiz. YouTube'ga bitta post bir kunga joylasak, albatta Telegram kanalimizga kuniga 10 lab, 20 lab, balki 30 lab postlar joylab boramiz. Albatta ko'rib borishingiz mumkin. Shunchaki o'z reaksiyangizni bosib qo'ysangiz bo'ldi. Biz esa davom etamiz. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan albatta biz pakorchiklardan ham ko'rsatishga qaror qildik. Buning uchun bitta bovza qilib qarab ko'ringchi. Bizning Texnika bozorim kanali, Traktor savdo kanallariga albatta obuna bo'lganmisiz? Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sababi kelgusi videoda bundan-da sara texnikalarni ko'rish uchun va batafsil birinchilardan xabardor bo'lish uchun. Men esa e'tiboringizga Xmeg brendiga tegishli pakorchik 2.1 kubalik boshqaruv richak yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, radnoy holatda turgan, 7350 motorchas yurgan, narxi 24 ming dollar bo'lgan pakorchikni ko'rsatib o'tib ketdim. Albatta telefon raqam 90 kod bilan 711 90 35 telefon raqamlarini qoldirdik. Bekorga bezovta qilmagan holda realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Va shu gap savdoga admin javobgar emas, qadrdonlarim. Men esa e'tiboringizga pakorchik tugul mana bunaqa ekskavatordan ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ekskavator Samsung F132 sotiladi. Ishlashi a'lo, ishlab turgan texnika, 4 tali motor soz holatda, faqat balon qo'yib yuborish kerak. Tugab qolgan balonlari srochniy sotiladi. Shu sababli narxini atiga 12 ming dollar qilib beraman, xolos. Bo'lishi 12 ming dollar, undan kamiga bo'lmaydi. Faqat bitta balonda aybi, qolgani soz. Qiziqqanlar tel qilaverasizlar. Manzil Namangan Pop tumani Sadoqatda turibdi texnika. Kelib ko'rib olaverasizlar. Telefon raqam 93 468 85. Qadrdonlarim, bu texnika soz holatda, faqat shu balonlarni qo'ysangiz bas. Videomiz so'ngida albatta shuni aytamizki, videomiz ham oxirlab boryapti. Iltimos qilamiz, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni, sababi u yerda sara texnikalarni ko'rasiz va izohlarda omad so'zini yozib keting. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videoda bundan-da sifatli texnikalar chiqarishga. Azizlarim, qadrdonlarim, kelgusi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.